Ana chiqdik. Yuringlar. Bu yoqqami? Lekin Bu yoqqa. o't o'rta. Qara qoqilib tushma yana. Aha. Yur. Yotishini qara. Bechora o'rtog'im. Tirikmikan? Tirik bo'lsa kerak. O'rtoqlarim. Meni sanoqli kunlarim qoldi. Sizlarni chaqirganimdan maqsad bu joylarda qolib ketmang. Iltimos, meni olib chiqib ketinglar. Hayotimni so'nggi onlarini sizlar bilan o'tkazmoqchiman. Xuddi haligi bolaligimizda o'tkazganimizdek. Bu meni so'nggi tilagim. Yo'q demanglar. Olib chiqib ketinglar meni. Olib chiqib ketinglar, iltimos. Kelinglar. Qara olib chiqasan ekan. Davay. Ketdik. Orqaga qara, hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kimsa. Xavotir olma. Ketdik. Olib chiqib ketamiz sani. Shunday. Kechagi sovg'am yoqdimi? Shunaqami? Yo'q, yoqishni bilardim. Yoqqa. Tezroq. Arzimaydi. Hozir to'xtab. Ha, 95 aloqada. Nima? To'xtalaring. Bu sekinroq ketdik. Ehtiyot bo'l. Ishni och. Rixsa o'tira qol. Sekinroq yubormay. Botir, tez harakatlanchi. Qorovul chiqib kelyapti. Bo'laqa. Qani? O'ynayotganmiz hozir. Ha? Ana keldi, yetdim-ku. Qaragin, nima qilamiz endi? Mayli. Tezroq chekingni. Voy. Hozir. Bo'laqa. Hoppa. Ular qochib ketishdi. Zo'r bo'ldi. Eson-omon qutul. Yaxshimisan, Rixsa? Zo'r qochib oldik-a. Xuddi ergashagani bog'idan qochgandek qochdik o'zi ham. Men qara, Rixsa, qayerga boramiz? Nimani istayapti ko'yning? Nega jimsan, og'ayni? Snayperlar. Bu adyolda men qayerga boraman hozir? Bu butikka borib kiyintirlaring. Butikda tuzroq kiyim yo'q. Chorsuga boramiz. To'g'rimi bola? Ketdingmi? To'g'ri. Chorsuga. To'ppa-to'g'ri, zo'r g'oya. Yoshlikdan o'zi bozorda kiyim. Farqi yo'q. Faqat u bu narsa qo'yib qo'y, bir ashila-pashila eshitib ketaylik. Mayli. Hozir mana. Qo'y. Bo'pti, hozir mana. Voy, manda emas, ayib, hozir mana. Bo'pti, o'zim qo'yaman mana. Ketdik. Mayli, ketdik. Ko'zingga qaramaysanmi? Voy, ko'tarlaring mazasi yo'q-ku. Hoppa. Qo'lida olalaring. Hoppa. Ana endi eshik mindi, turlaring. Sekinroq, ehtiyot bo'llaring, kasalmalar bilasanlar. Sekinroq sakra. Omon qochdik.
odam bo'lsa kasallik qoching. Nimaga qochasanlar? Kasal-ku bu. Rixsi. Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Mazam bo'lmayapti mana. Nima bo'ldi? Rixsi. Rixsi. Hey. Bizni qo'rqitma. Ha, Rixsi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaxshimisan? O'zing kel. 103 ga qilaymi? Ha, qil. Bo'ldi. Kerak emas. Yaxshiman. Hozir o'tib ketadi. Hozir. Yaxshimisan, Rixsi? Faqat bitta tilagim bor. Oxirgi tilagim Toshkentni monamni tepadan ko'rishida. Shahrimizni qara. Boshqacha. Bu yerda qancha xotiralarimiz bor edi. Men ham biroz yolg'iz qoldirsanglar. Esinglardami? 7-sinfda dadam mashinalarni urib olgan. Ha, o'shanda Rixsi men qilganman deb seni kaltakdan asrab qolgan. Shunaqa. Menga esa har doim ovqat olib berardi. Lekin boshqalarga bildirmasdi. Ya. Ha, nima? To'g'risi-da. Nahotki shundoq do'stimiz bizni tark etsa. Ishongim kelmayapti. Tuppa-tuzuk yurgan bola. Birdaniga Onasiga ham qiyin bo'ladigan bo'ldi-da. Bo'ldi qillaring. Men boshqa chidolmayman. O'rtoqlarim, sizlarga bitta gap aytishim kerak. Rahmat sizlarga ham. Senga rahmat. Bolalik paytlarimizga qaytdik. qachondan beri ko'rishmasdik. Mana hammamizni yig'ding. Yig'ishga yig'ding-ku, lekin o'zing. Qachondir seni xafa qilgan bo'lsak, bizdan rozi bo'l o'rtoq. Ha, rozi bo'l o'rtoq. Mendan ham rozi bo'l. Men sizlardan rozi bo'la olmayman. Nimagaligini aytaymi? Sizlar bilan bolaligimdan birga katta bo'ldim. Bir maktab, bir bog'cha, birga darsdan qochishlar, ishganlar, bir-birimiz uyimizda yotib qolishlarimiz, to'ylarimizda xizmat qilganlarimiz, hammasi men uchun juda ham qadrli. Men o'sha kunlarni, sizlarni rosa sog'inganman. Iltimos ko'rishaylik guruhga qanchadan beri yozaman. Lekin sizlarning vaqtinglar yo'q. Dunyodagi eng band odamsizlar. Yana guruh nomi qiyomatli do'stlar. Bo'laymi, qolaymi? Xullas gap ko'rishib, osh yeyishda emas. Bir-birimizni holimizdan xabardor bo'lish, og'irimizni yengil qilishda-ku. Ko'rishmaganimizga ham yaqinda 1 yil bo'ladi. Lekin bugun meni holatimni bilib yetib keldinglar. Nimaga endi insonni borligida uni qadriga yetmaymiz? Hol-ahvol so'ramaymiz. O'lgandan keyin esa yig'laymiz. Nahotki ko'rishib turish uchun odam ular holga kelishi kerak. Rishtalarni saqlashni, holidan baxabar bo'lishni nahot boshqa yo'li bo'lmasa. Men soppa-sog'man. Hammasini sizlarni yig'ish uchun uyushtirdim. Xafa qilib qo'ygan bo'lsam uzr. Qiyomatli do'stlar. Sen bizani aldadingmi? Ha, Aldadingmi? Eshik, o'takamiz yording-ku. Hay, bo'lmasam kelmasdilar. Men seni hozir mana shu yerda otvoraman. To'xta. Usha uni. Qiyna uni, qiyna.